Assalomu alaykum do'stlar, YouTube muxlislari hamda kanalimiz obunachilariga ko'rib turganingizdek yana bir komplekt gazobloy stanoklarini Namangan viloyati Uchqo'rg'on rayoniga ustanovka qildik hamda dastavka qilib ishga tushirib beryapmiz do'stlar. Hozir bitta qolipga kuyib egalariga ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganingizdek akamiz 10 talik qolipi bilan komplekt holatda gazobloy stanogini yotiq holatda 6 talik qolipidan olgan. Mana oilaviy kelgan biz ham ustanovka qilgani. Bu oila deganda hamma ishchilarimiz bilan qo'shilib kelganmiz. Chunki seximizga yaqinroq joydaligi uchun. Do'stlar, ko'rib turganingizdek akamiz faqat gazobloy emas, polistrobloyni ham stanogini so'ragandi. Mana tayyorlab berganmiz. Xudo xolasa polistrobloylarni ham kuyib ko'rsatamiz akaga. Bitta qolipga kuyganmiz. Xudo xolasa yana bitta qolipga kuyib, o'rgatib, shu yerda o'zida akalarga ishga tushirib, bu boshlagan biznesini xudo xolasa yo'lga qo'yib beramiz. Ko'rib turganingizdek akamiz mana qumlarni to'kib qo'ygan gazobloyga deb do'stlar, hamda polistrobloyga ham qum, sement ishlatiladi. Endi qo'yinki akamiz shu biznesni ochibdi. Bitta sexda 2 xil, 3 xil turdagi blok g'ishtlar ishlab chiqariladi. Akalarga kimlargadir shunaqa stanoylar kerak bo'lsa, murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlarimiz, murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Xuddi shunday ustanovkalarni qilib, kuyib ishga tushirib beramiz. Xohlagan akamizga gazobloy, xohlagan akamizga polistrobloy, xohlagan akamizga gipsobloy stanoklarini tayyorlab yetkazib beramiz. Videolarni ko'rib turgan bo'lsangiz, like bosib, kanalimizga obuna bo'laverasizlar. Mana bunday kuyish jarayonlarini boshladik qoliplariga do'stlar. Xudo xolasa qo'yingki 2000-3000 dollar bilan bitta biznes boshlasa ham bo'laveradigan sharoitdagi bizneslarimiz hamda uy sharoitida oilaviy kuysa ham bo'laveradi do'stlar. Hammaga rahmat. Aloqa uchun ekrandagi telefon raqamlarimiz. Sog' bo'lasizlar do'stlar.